Mana bu halqalar bor, qotib ketganidan qanaqa ishlagan bilmayman lekin. Aka, remont qilish kerak. Nima muammo? Bilmayman, hozir mijozdan yechdim, o'zingiz bilib ta'mirlab beravering. Aka, razbor qilmasdan qatdan bilamiz? Aka, vaqt yo'q. Bolalar o'zi sochib tozalab olar. Motorist bilan toker orasidagi ayrim suhbatlar aynan shunaqa boshlanadi. Bugungi mavzu dvigatel to'g'ri topshirish va qabul qilish. Nima kerak bu narsa o'zi? Ish sifatli, tezroq va oradagi hurmat va ishonch rivojlanishiga yordam beradi. Первое это неправильная транспортировка деталей. Sababi yechgan detallaringiz transportirovka davrida undan ham ko'proq zarar ko'rishi mumkin. Ikkinchisi, to'g'ri va tayyor tex zadaniya bilan, ya'ni talab bilan kelish. Это сократит ваше время и ваши деньги. Uchinchisi, qismlar to'liq demontaj qilingan holatda bo'lishi kerak. Blok va golovkalar alohida, svecha, datchik, moy filtr, vkladishlar, gidrokompensatorlar, klapan va barcha mayda detallar yechilgan bo'lishi kerak. Bu narsalar sizga ta'mirdan oldin, ya'ni topshirayotgan paytingizda to'g'ri diagnostika qilishga yordam beradi. To'rtinchisi, topshirishda o'lcham olish va ma'lumotga ega bo'lish. Agar sizga bu qiyinchilik tug'dirsa, qabul qilayotgan bilan birgalikda qilsangiz ham bo'ladi. Ha, aytmoqchi, diagnostika 3 ta etapda bo'ladi. Во время приемки и во время процесса. После мойки, во время опрессовки. Bu haqida alohida video qilamiz. Barcha qadamlardan o'tib bo'lgandan keyin tokerlik sexi sizning ishingizni boshlasa bo'ladi. Andrey aka, boshlasanglar bo'ladi. Начинаем. Tayyor mahsulotni qabul qilishda ham ketma-ketlik mavjud, tez ko'rib chiqamiz. Birinchisi vizual tekshiruv, ikkinchisi topshirilgan detallarning sonini tekshirib olish, 0,50 сделали. uchinchisi sifat va o'lchamlarini tekshirib olish. To'rtinchisi eng asosiylardan bittasi, to'g'ri qadoqlab va transportirovka qilish. Bu qadamlarning barchasi sizning ishingiz sifatini oshiradi va mijozlar albatta sizdan rozi bo'ladi. Bu boshlanishi. Andrey aka bilan zo'r proyektni boshladik. Yosh ustakalarimiz shogirdlarning ilmini oshirishga, tajribali ustakalarimiz qiynayotgan muammolarga yechim topishga yo'naltirilgan. Sizni qiynayotgan muammolarni izohlarda yozib keting. Не забудьте подписаться.